Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Avgust oyida ehil-bo'hi million so'm pul berilishi, ayrim odamlardan esa keyin bu pulni qaytarish so'ralayotgani. Ba'zi holatlarda kartadan pul yechib olinayotgani haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oila uchun muhim. Chunki ko'pchilik ijtimoiy to'lovlar, nafaqa, kompensatsiya, yordam puli yoki kredit bilan bog'liq tushumlarni karta orqali oladi. Agar sizning kartangizga pul tushgan bo'lsa, agar sizdan pulni qaytaring deb talab qilishgan bo'lsa, yoki kartangizdan siz kutmagan summa yechilgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar kech qolmasdan bilinsa, odam o'z pulini va huquqini himoya qila oladi. Avval qanday edi? Oldin ko'p ijtimoiy to'lovlar, yordam pullari, bolalar nafaqasi, moddiy yordam. Kompensatsiya yoki boshqa davlat tomonidan beriladigan mablag'lar ko'pincha mahalla, bank, pochta yoki tegishli tashkilotlar orqali berilar edi. Odamlar hujjat topshirar, ariza yozar, keyin navbat bilan pul olardi. Xato bo'lsa ham. Ko'pincha odam mahallaga borib tushuntirar, bankka borib aniqlashtirar. Masala sekinroq hal bo'lardi. Hozir esa jarayon ancha raqamlashtirildi. Ko'p pullar to'g'ridan-to'g'ri plastik kartaga tushadi. Bu qulay, odam navbat kutmaydi. Pulini istalgan vaqtda ishlatadi. Mobil ilova orqali ko'radi. Lekin shu bilan birga yangi muammolar ham paydo bo'ldi. Masalan, kimningdir kartasiga noto'g'ri pul tushishi mumkin. Kimdir yordam puli olish huquqini yo'qotgan bo'lsa ham. Tizimdagi kechikish sabab pul tushib ketishi mumkin. Kimdir bir vaqtning o'zida ikki joydan to'lov olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yana bir holat fuqaroning kredit qarzi, aliment, sud qarori bo'yicha undirish yoki bank oldidagi majburiyati bo'lsa, kartaga tushgan puldan avtomatik yechib olinishi mumkin. Mana shu joyda odamlar orasida vahima paydo bo'ladi. Avgustda 1,1 million beriladi ekan. Keyin qaytarishni so'rashar ekan. Kartamdan pul yechilib ketdi. Bank o'zi olib qo'ydi. Bu pul tegmaslik kerak edi-ku degan savollar juda ko'p. Men bugun aynan shu savollarni oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi navbatda shuni tushunish kerak. Kartaga pul tushgani bilan u pul har doim ham sizga yakuniy tegishli degani emas. Agar pul qonuniy asosda sizning arizangiz, huquqingiz va tasdiqlangan ro'yxat asosida tushgan bo'lsa, albatta bu sizning pulingiz. Lekin texnik xato, ortiqcha hisoblash, noto'g'ri ma'lumot, 2 marta o'tkazma yoki huquq tugagandan keyin tushgan mablag' bo'lsa, tashkilot bu pulni qaytarishni so'rashi mumkin. Misol keltiraman. Bir oilada 3 nafar farzand bor. Oila bolalar nafaqasi oladi. Iyul oyida oila daromadi oshgan. Masalan, rasmiy ishga kirgan va oyligi 1 million so'm bo'lgan. Tizim bu ma'lumotni avgust oyida kech ko'rgan bo'lishi mumkin. Shunda avgustda nafaqa tushadi. Keyin tekshiruvdan so'ng siz avgust oyidan boshlab mezonga to'g'ri kelmaysiz. Ortiqcha to'langan summani qaytaring deyishlari mumkin. Bu yerda odam men aybdor emasman, pul tushdi, ishlatdim deydi. Lekin tashkilot pul to'g'ri to'langan desa, masala hujjatlar bilan ko'riladi. Ikkinchi misol, ayol bola parvarishi yoki boshqa ijtimoiy to'lov olmoqda, lekin u ishlashni boshlagan yoki to'lov olish sharti o'zgargan. Ma'lumotlar bazasiga kech tushgan. Avgustda 1 million so'm kelgan. Keyin unga SMS keladi yoki mas'ul tashkilot telefon qiladi. Sizga ortiqcha to'lov bo'lgan, qaytarishingiz kerak. Bunday vaziyatda eng katta xato nima? Odam darrov qo'rqib telefon qilgan, odam aytgan karta raqamiga pul tashlab yuboradi. Buni aslo qilmang. Avval rasmiy asosni ko'ring. Uchinchi misol, pensioner yoki nafaqa oluvchi odamning kartasida kredit qarzi bor. Avgustda 5 million so'm tushdi. Bank ilovasi ochilganda pulning bir qismi darhol kreditga yechilgan bo'ladi. Odam o'ylaydi, davlat bergan pulni bank olishga haqqi bormi? Bu savolning javobi pulning turi, hisob raqamining maqomi. Bank bilan tuzilgan shartnoma va undirish hujjatlariga bog'liq. Agar bu oddiy karta bo'lsa va siz bankka avvaldan avtomatik yechib olishga rozilik bergan bo'lsangiz, bank kredit bo'yicha yechishi mumkin. Lekin ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha himoyalangan mablag'lar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammasi qonuniy yoki hammasi noqonuniy deb umumiy xulosa chiqarib bo'lmaydi. Har bir holatda pul nimaga tushgani va nima asosida yechilgani aniqlanishi kerak. Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi guruh ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kompensatsiya oladigan oilalar. Agar oilaviy daromad, oila tarkibi, ishga kirish, mulk, avtomobil yoki boshqa mezonlar o'zgargan bo'lsa, sizning huquqingiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi guruh kredit qarzi, mikroqarz, bo'lib to'lash, aliment, jarima yoki sud qarori bo'yicha qarzi borlar.
Ularning kartasiga tushgan puldan yechim bo'lish ehtimoli yuqori. Uchinchi guruh nomida karta bor, lekin kartadan boshqa odam foydalanadiganlar. Masalan, ona kartani farzandiga bergan. Un xotinining kartasidan foydalanadi yoki karta qarindosh qo'lida. Bunday holatda pul qayerga ketgani, kim ishlatgani bo'yicha keyin muammo chiqadi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizga pul rasmiy qaror asosida tushgan bo'lsa, siz mezonlarga mos bo'lsangiz, daromadingiz va oila tarkibingiz bo'yicha yashirin yoki yangilanmagan ma'lumot bo'lmasa, kartangizda majburiy undirish, kredit yoki sud qarori bo'lmasa, odatda pulni qaytarish talabi bo'lmaydi. Lekin baribir SMS, bank ilovasi va to'lov izohlarini tekshirib bo'lish kerak. Yana bir muhim masala 50 million so'm beriladi degan gapni hamma bir xil tushunmasligi kerak. Bu summa qaysi toifa uchun, qaysi asosda, bir martalikmi yoki oylikmi, kimlarga tegishli, kimlarga tegishli emas, bularni aniq bilish zarur. Internetda ko'pincha sarlavha qattiq bo'ladi, lekin ichida shartlar bor. Masalan, 5 million beriladi deyiladi, lekin bu faqat ma'lum hudud, ma'lum toifa, ma'lum qaror yoki ma'lum dastur doirasida bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pul tushsa ham, pul tushmasa ham avval rasmiy manbadan tekshiring. Agar sizdan pulni qaytarish so'ralayotgan bo'lsa, talab og'zaki gap bilan cheklanmasligi kerak. Men falon tashkilotdanman, sizga noto'g'ri pul tushgan, mana bu kartaga qaytaring degan qo'ng'iroqqa ishonmang. Rasmiy talabda tashkilot nomi, to'lov turi, summa, qaysi sana tushgani, nima sababdan ortiqcha hisoblangani, qaysi qaror yoki hujjat asosida qaytarilishi kerakligi ko'rsatilishi kerak. Agar bu ma'lumotlar yo'q bo'lsa, siz menga yozma ravishda asos bering deyishga haqlisiz. Masalan, sizga 1 million 500 ming so'm tushdi. Oradan 10 kun o'tib kimdir qo'ng'iroq qilib xato bo'libdi, qaytaring dedi. Sizning birinchi savolingiz shunday bo'lishi kerak. Qaysi tashkilot, qaysi to'lov, qaysi hujjat asosida menga rasmiy xat yoki bildirishnoma bering. Agar ular sizni qo'rqitsa, bugun qaytarmasangiz sudga beramiz desa, siz baribir shoshilmang. Haqiqiy tashkilot rasmiy tartibda tushuntirish beradi. Firibgar esa odatda shoshiladi, qo'rqitadi, karta raqam yuboradi, chekni so'raydi. Endi kartadan pul yechilishi haqida alohida gaplashamiz. Kartadan pul bir necha sabab bilan yechilishi mumkin. Birinchisi, kredit yoki qarz bo'yicha avtomatik to'lov. Siz kredit olayotganda bank shartnomasida mijozning hisob varaqlaridan qarzdorlikni yechib olish bandi bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shartnomani o'qimaydi. Keyin karta to'ldirilganda pul ketadi. Ikkinchisi, majburiy ijro hujjati. Agar aliment, jarima, soliq qarzi, sud qarori bo'lsa, majburiy ijro organlari hisob varaqlariga taqiq yoki undirish qo'yishi mumkin. Uchinchisi, abonent to'lovi, obuna, ilova yoki oldin bog'langan xizmatlar. Ba'zan odam bank oldi deb o'ylaydi. Aslida pul internet xizmat, telefon to'lov yoki boshqa servisga ketgan bo'ladi. To'rtinchisi, firibgarlik. Karta ma'lumotlari begona odamga o'tgan bo'lsa, SMS kod berilgan bo'lsa, shubhali havolaga kirilgan bo'lsa, pul yechilishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qiladigan birinchi ish, bank ilovasida operatsiya tarixini oching. U yerda pul qayerga ketgani ko'rinadi. Kredit to'lovi, MIBI, sud qarori, merchant, PEP, online payment kabi izohlar bo'lishi mumkin. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankning kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Og'zaki gap bilan cheklanmang. Operatsiya bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Pul qaysi tashkilotga, qaysi asosda, qaysi vaqtda yechilganini bilmasdan turib, hech kim bilan bahslashib bo'lmaydi. Bu mavzuda eng nozik jihat shuki, hamma ijtimoiy to'lov bir xil himoyalanmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi to'lovlar qonun bo'yicha muayyan qarzlar uchun ushlab qolinmasligi yoki cheklangan miqdorda ushlab qolinishi mumkin. Lekin amalda karta oddiy bank hisob varag'i sifatida ko'rilsa, avtomatik tizim pulni ajratib o'tirmasligi ham mumkin. Shu sababdan agar sizning kartangizdan ijtimoiy yordam puli yechilgan bo'lsa, darhol bankdan to'lov manbasini va yechim asosini yozma so'rang. Keyin tegishli tashkilotga ariza yozing. Ushbu mablag' ijtimoiy to'lov sifatida tushgan. Undan undirish amalga oshirilgan. Qonuniyligini tushuntirib berishingizni so'rayman. Yana bir nozik jihat, ortiqcha to'langan pulni qaytarish har doim ham birdaniga to'liq bo'lishi shart emas. Agar haqiqatan ham ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, sizning moddiy ahvolingiz og'ir bo'lsa, bo'lib qaytarish haqida ariza berish mumkin. Masalan, 1500 ming so'mni bir kunda qaytarish imkoningiz bo'lmasa, oyga 300 ming so'mdan qaytarishga ruxsat berishingizni so'rayman deb yozishingiz mumkin. Tashkilot buni ko'rib chiqadi. Muhimi,
Siz yashirinmang, hujjat bilan murojaat qiling. Yana bir holat. Siz pulni ishlatib bo'lgansiz. Bu holatda ham vahima qilish kerak emas. Pul noto'g'ri tushgan bo'lsa, tashkilot sababini isbotlashi kerak. Siz esa o'z tomoningizdan men pulni rasmiy tushum sifatida qabul qilganman. Menga oldindan ogohlantirish bo'lmagan, qaytarish bo'yicha asosni taqdim eting deb yozishingiz kerak. Agar asos aniq bo'lsa, keyin qaytarish tartibi kelishiladi. Agar asos noto'g'ri bo'lsa, siz e'tiroz bildirasiz. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish juda muhim. Hozir odamlar aynan shunday mavzularda qo'rqib turgandan foydalanadiganlar ko'paygan. Ular sizga noto'g'ri 1,5 million tushibdi. Kartangiz bloklanadi, hozir kod ayting. Hozir kod ayting. Pulni tekshirish uchun qayta yuboring, uchun havola kiring deyishi mumkin. Esingizda bo'lsin. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan SMS kod, bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, CVV kodi yoki mobil ilova parolini so'ramaydi. Agar shunday so'rasa, bu xavfli belgidir. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam. Kartangizga tushgan pulning manbasini aniqlang. Bank ilovasida operatsiya tarixiga kiring, tushum izohini ko'ring. Agar izohda tashkilot nomi yoki to'lov turi ko'rsatilgan bo'lsa, skrinshot qiling. Agar tushunarsiz bo'lsa, bankdan ma'lumotnoma oling. Ikkinchi qadam, sizga bu pul nima asosda tushganini tekshiring. Agar bu bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiya yoki nafaqa bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlashtiring. Agar kompensatsiya yoki bir martalik yordam bo'lsa, qaysi qaror asosida berilganini so'rang. Menga og'zaki aytishdi degan gap yetarli emas, iloji boricha yozma javob oling. Uchinchi qadam. Agar pul yechilgan bo'lsa, yechim sababini aniqlang. Bankka murojaat qilib, operatsiya bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Unda sana summa qabul qiluvchi asos yoki operatsiya turi ko'rsatilishi kerak. Agar pul kreditga ketgan bo'lsa, kredit shartnomasidagi avtomatik yechim bandini so'rang. Agar MIBI yoki sud qaror bo'lsa, ijro hujjati raqamini aniqlang. Agar siz bunday qarzdan bexabar bo'lsangiz, majburiy ijro bo'limiga borib, ish hujjatlari bilan tanishing. To'rtinchi qadam. Agar sizdan pulni qaytarish so'ralayotgan bo'lsa, rasmiy yozma talab so'rang. Arizada shunday yozish mumkin. Mening kartamga falon sanada falon summa tushgan. Ushbu mablag'ni qaytarish haqida og'zaki talab qilindi. Qaytarish talabi qaysi hujjat, qaysi hisob-kitob va qaysi norma asosida qo'yilganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Bunday arizani 2 nusxada yozing. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring. Agar onlayn murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam. Agar talab asosli bo'lsa, lekin sizda pulni birdan qaytarish imkoniyati bo'lmasa, bo'lib to'lashni so'rang. Oilaviy sharoitimni inobatga olib, qarzdorlikni bo'lib to'lashga ruxsat berishingizni so'rayman deb yozing. Daromadingiz, farzandlaringiz, ijara, davolanish yoki boshqa xarajatlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Bu sizni mas'uliyatdan ozod qilmaydi, lekin masalani tartibli hal qilishga yordam beradi. 6-qadam. Agar pul noqonuniy yechilgan deb hisoblasangiz, bankka rasmiy e'tiroz bering. E'tirozda men ushbu operatsiyaga rozilik bermaganman yoki ushbu mablag' ijtimoiy to'lov bo'lib, undan undirish qonuniyligini tushuntirishni so'rayman deb yozing. Bankdan yozma javob oling. Agar javob qoniqtirmasa, Markaziy bankning murojaat kanallari, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari yoki sud orqali masalani ko'rib chiqish mumkin. 7-qadam, kartangiz xavfsizligini tekshiring. Mobil ilovangiz parolini almashtiring. SMS kodni hech kimga bermang. Shubhali havolarga kirmang. Kartani begona telefonga ulamang. Agar pul noma'lum joyga ketgan bo'lsa, kartani darhol bloklang va bankka firibgarlik bo'yicha murojaat qiling. Vaqt bu yerda juda muhim. Qancha tez murojaat qilsangiz, pul harakatini kuzatish va to'xtatish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Men amaliyotda ko'rganman. Kimda hujjat bo'lsa, o'sha odam o'z gapini osonroq isbotlaydi. Shuning uchun quyidagilarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta nusxasi. Bank kartasi bo'yicha hisob varaqdan ko'chirma. Pul tushgan yoki yechilgan operatsiya skrinshoti. Tashkilotdan kelgan SMS yoki xabarnoma. Agar ijtimoiy yordam bo'lsa, ariza, qaror yoki ro'yxatga kiritilganingiz haqidagi ma'lumot. Agar oilaviy daromad masalasi bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomasi, ishsizlik, nogironlik, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar. Agar kredit bo'lsa, kredit shartnomasi va to'lov jadvali. Agar majburiy ijro bo'lsa, ijro hujjati raqami va qaror nusxasi. Ariza yozayotganda hissiyotga berilmang.
nega pulimni oldinglar? Bu adolatsizlik deb yozish o'rniga aniq faktlarni yozing. Falon sanada falon summa tushdi. Falon sanada falon summa yechildi. Men ushbu yechim asosini bilmayman. Menga yozma tushuntirish va hujjat nusxasini berishingizni so'rayman. Agar mablag' noto'g'ri yechilgan bo'lsa, qaytarib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilgan ariza ko'proq natija beradi. Bir vaziyatni tasavvur qilaylik. Dilshod aka kredit olgan. U bir necha oy to'lay olmagan. Avgustda uning kartasiga 1.500.000 so'm yordam puli tushdi. Shu kuni 900.000 so'm kreditga yechib olindi. Dilshod aka bankka borib janjal qiladi. Lekin shartnomada avtomatik yechim borligi ma'lum bo'ladi. Bu holatda u bankdan qayta ko'rib chiqishni so'rashi, kreditni restrukturizatsiya qilish haqida ariza berishi, ijtimoiy to'lovdan ushlab qolish qonuniyligini tekshirtirishi mumkin. Lekin u avvalo hujjatni ko'rishi kerak. Ikkinchi vaziyat, malika opa bolalar nafaqasi oladi. Oilasida daromad oshganini aytishni unutgan. Avgustda pul tushgan. Sentyabrda esa ortiqcha to'lov qaytarilishi kerakligi haqida xat kelgan. Bu yerda malika opa mahallaga borib hisob-kitobni ko'rishi kerak. Agar haqiqatan mezondan oshgan bo'lsa, qaytarish tartibini kelishadi. Agar hisob-kitobda xato bo'lsa, masalan, oilaga tegishli bo'lmagan daromad kiritilgan bo'lsa, e'tiroz beradi. Uchinchi vaziyat, Sardor akaning kartasidan 1.500 so'm noma'lum onlayn to'lovga ketgan. U hech qanday kreditga rozi emas, qarzi ham yo'q. Keyin ma'lum bo'ladiki, u ijtimoiy tarmoqdagi havola orqali karta ma'lumotlarini kiritgan. Bu holda masala ijtimoiy to'lov yoki davlat puli emas, karta xavfsizligi masalasi bo'ladi. U darhol kartani bloklashi, bankka ariza berishi, ichki ishlar organlariga murojaat qilishi kerak. Xulosa qilib aytsam, avgust oyida 1 million so'm tushishi, qaytarish talabi yoki kartadan pul yechilishi bo'yicha eng muhim qoida bitta. Shoshilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Pul qayerdan tushganini, nima asosda berilganini, nima sababdan yechilganini hujjat bilan aniqlang. Og'zaki qo'ng'iroq, shubhali SMS, begona karta raqami va tezda yuboring degan talablarga ishonmang. Har bir yechimning asosi bo'lishi kerak. Har bir qaytarish talabining hujjati bo'lishi kerak. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pul tushdimi? Qaytarishni so'rashdimi? Kartadan yechildimi? Qaysi tashkilot nomi ko'rindi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarga pulni saqlab qolish va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun kerak bo'ladi.